Fedor Emelianenko, Vladimir Putin, Nursultan Nazarboyev. Barchasi MMA turniriga Yevgeniy Eroksin va Murod Xanturayev o'rtasidagi jangni ko'rish uchun kelishdi. Eroksin qo'l jangi, sambo bo'yicha ko'p marotaba chempion, shuningdek Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi ichki qo'shinlari xodimi. Yevgeniy o'zining qat'iy xarakteri, imkonsiz joylarda tashabbusni qo'lga olish qobiliyati va nokaut g'alabalarning yuqori foizi tufayli mashhur. Murod Xanturayev og'ir vazn toifasiga qaramay, favqulodda harakatchanligi va tezligi bilan ajralib turadigan o'zbek aralash jangi sportchisi. Ya'ni bizni ajoyib tomosha kutmoqda. Birinchi raund boshidan Xanturayev bosh rolni o'z zimmasiga oladi, bosim yaratadi va go'zalligini namoyon qiladi. Bir payt u noz qiladi va og'ir o'ng zarbani o'tkazib yuboradi, lekin darhol 2 marta javob qaytaradi. Bo'ladi.